Bugatti nega o'g'irlash imkonsiz bo'lgan mashina sifatida tan olingan? Birinchidan, Bugatti o'z muhandislari tomonidan doimiy nazoratda bo'ladi. Ya'ni, agar ular shubhali harakatni aniqlasalar, mashina egasiga o'zlari telefon qilib, bu haqida ogohlantirish berishadi. Ikkinchidan, valet mode. Bu nima degani? Bugatti sizni xarakteringizni, sizni qanday mashina haydash usulingizni o'rganib boradi va shunga moslashadi. Agarda tasavvur qiling, siz biron bir restoran oldida to'xtadingiz va kalitni restoran xizmatchisiga berib, parkovkaga qo'yib qo'y deb aytadigan bo'lsangiz, u mashinaga o'tirganda mashina tezligi 32 km/soatdan oshmaydi. Chunki u rolda siz emasligingizni aniq biladi. Uchinchidan, Bugatti'ni ikkinchi kaliti bo'ladi. U oddiy kalit bo'lmaydi. Ikkinchi kalit bu maksimal tezlikka chiqish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni siz mashina haydayapsiz, agar maksimal tezlikni xohlaydigan bo'lsangiz, ikkinchi kalitni ham suqib, o'shandagina haqiqiy tezlikka erisha olasiz. Va oxirgisi, Bugatti'ni hatto qismlarga bo'lib sotishda ham iloji yo'q. Chunki har bitta detal o'zining maxsus shifriga, seriya raqamiga ega va uni yig'ish bilan faqatgina Bugatti'ni professional